Nima qilyapsanlar? Vobshe ishlamayapsanlar. Hozir mana ro'za sezon. Mazza qilib soqqaga uringlar. Sen nima qilyapsan? Nima sotyapsan? Vlajni sotyapman. Qanday sotyapsan? Odamlar vlajni kerak emas deb 5 ming tashlab ketyapti. Pulni olyapsanmi? Ha, olyapman. Nima olasan? Menga pulingiz kerak emas. Vlajimni olib deb o'tkazmaysanmi? 3 mingga vlajni olyapsan, qara. 25 mingga sotyapsan. Yo'g'i. Hammasi tizimlashtirilgan-ku. Sen nima qilyapsan sen? Balon qoraytiribdi. Chumarak, shu havoda kim balonni qoraytiradi? Nima qilay? Jumaga bor. Mana masjidlarga bor tarovihda. Ishon mana chotki pul qoladi. Ha, paket ko'tarib. Sal kalini ishlab-ji. Siz nima qilyapsiz, onaxon? Men bozorda ashula tepam bola bilan. Ashula? Men sizni ko'rdim. Sizda uyat bor ekan-a? Bunday qilib turibsiz-da, u odam ketsa siz ham qolib ketyapsiz. Endi 2 oy bo'ldi-da. Oxirigacha silang. Uyatni yig'ishtiring, yurakdan olib tashlang. Yuzni bezni yoqing. Hop, mana oyim bola emasligini bildirib qo'yyapti-da. Mana qarang. Mana shuni kiying. Bitta bolacha ushang qo'lingizga. Obodonlashtirishda ishlayman deb prosta shunday tursangiz borki, sizga hamma pul tashab ketadi. Tariqal endi sen. Sen nima qilyapsan, Maylov? Men shu viloyatga keta olmayapman aka, pulim yetmayapti deb Sirdaryo, Jizzaxgacha pul olyapman-da. Nimaga Sirdaryo? Surxondaryoda, Qashqadaryoga, Qoraqalpoqqa, uzoqroq bo'lsa ko'proq pul beradi. Tamam. Sen nima qilyapsan, aktyor? Shu aktyorskidaman. Qanday aktyorskiga? Nima qilyapsan? Mana shu cho'loqlarni yuribman. Sen internetga chiqib ketding. Sen jinnimisan? Sen u yoq bu yog'ingga qarab yurmaysanmi? Bunday qilib yuribsan, qara. Bunday qilib yurib ketarmishsan-da. Keyin bunday qilib seryoz qilib yoqib ketyapsan. Oxirigacha yur cho'loq bo'lsang, oxirigacha cho'loqlik qil. Kamera yo'q-da. Ko'rmagansan. Sen u yoq bu yog'ingga qara. Internetda chiqding sen lekin. Ustoz, o'zingiz motivatsiya bering, yana nima ish qilsak bo'ladi? Qaranglar, bitta mashina arendaga olasizlar. Yo'lda bitta benzinlaring o'chib qoldi. Viloyatga keta olmayapman deb bolalar 100 ming, 200 mingdan yosh bolalar pul yig'ishyapti. Sen bor mana bolitsalarga bor. Akamni pechinini o'zgartiryapmiz. Pul kerak deb pul yig'. Siz doriga pul so'rang bolitsalarda, ishoning, kuniga 150, 200 ming naqddan olasiz. Ustoz, o'zingiz nima ish qilyapsiz? Men shunda qo'shni bolachasini olib chiqqanman, bitta rasmga olib internetga qo'yganman. Blogerlarning nomidan ehsonli kanal ochganman. Mana shu mana yana telefon bo'lar. Yo, akajon masjidda yig'ilishiga yig'yapmiz hozir. Masjidga ehsonli yig'yapmiz. Haloliga hech narsa yetmaydi. Halolidan qismasin. Halol topgan pullarimizga to'ylar qilaylik, yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Olaylik, oldirmaylik. Olaylik, oldirmaylik. Bu fakt. Nazira, yuragimizmi? Ketyapsan, yaxshi. Kelishmaymi, dada? Qayerga ketyapsan? Shunday bitta chimilliq kiribdi. To'xtabdi. Tog'aylar seni eshitibdi. To'yda ko'rding qancha xarajat bo'ldi. Shularni qoplash uchun ishlab kelasan, o'g'lim. Xo'p, shu keliningizdan. Hech qochmaydi, kelganda kirib chiqaversan, xo'pmi? Samolyoting bugun uchadi, bolam. Xo'p, keliningiz bilan xayrlashib chiqay, dada. O'lyapsanmi? O'lyaptim. To'y. Qayerga ketyapti? Keladi. Bir aylanib kelsin. Tezroq kelsin-da, qay bo'lmasa. Keladi. Dada, shuni Bor dedim. Ayta banka bilan turtishga olgin bo'ladi. Boshqa narsa olma. Yangilik bormi? O'g'liz Rossiyada bo'lsa qanaqa yangilik bo'lsin? Mana, o'g'ling eshitganda telefon qilyapti. Assalomu alaykum dada. Qandaysan, to'y? Zo'r. Ana qo'shnimiz Jo'rabek to'yi men bilan bir kunda bo'lganda o'sha farzandli bo'libdi. Zo'r bo'libdi-ku. Sen u narsalarni o'ylama, sen ishni qilgin bolam. Shunga men ham borsam farzandli bo'lsammi degandim. Qayoq? Alo, dada qotib qoldingiz. Dada qotib qoldingiz. qotib qoldimmi? Mashinik, aldab kelmoqchi bo'lyapti. Kiysanlar yaxshi bo'laydi menimcha. Kiysa sizga yaxshi bo'ladi. Bizgachi? Qarzlarni kim to'laydi, kelin? Yur oldimga tur. Boshdan qocha. Nima qilyapsiz, xudo? Xudo, odam bodanmas ekansiz. O'g'lingizni to'y kuni Moskvaga uchirib yuborib, qizimga oson tutmang-da. Haligacha qaytgani yo'q. Keladi. Nima, qizingizni sabr qilishga o'rgatmaganmisiz? Sabrni ham chegarasi bo'ladi. Qancha bo'ldi ketganiga? Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi, 5 yilda qaytadi. Satqay odam ket. O'g'lim, to'xtang. Ha?
Ketaman deyapti xotining. Bizga ham oson tutma bolam. O'zing gaplash. Ha, jo'natding pul hozir. Pul jo'natibdi. Pul jo'natibdi. Qachon jo'natding? O'lay odam bo'lmaydi. Bunga pul kerak, pul. Bola kerak emas. Yaxshimisiz, dada? Tinchlikmi? Tinchlik emas bolam. Jo'raqul akayning o'g'li dadasiga mashina sovg'a qildi. Men ham pul yig'ib qo'yganman, unda qaytaman, o'zim olib beraman. Sen uydan qayoqqa qaytasan? Sen pulni jo'nat, o'zim bilaman qayerdan olishdi. Bozordan olaman. Onlayn ham, offlayn ham olsang bo'ladi. U qimmat emasmi? Qanaqa qimmat? Baholash xizmati bor. 1 minutda mashinaning narxini bozor narxida chiqarib beradi. Endi o'zim borganda kraska-praskasini ko'rib beraydim-da. O'zlarining servislarida diagnostikasi bor. Viber bormi? Sen nima deyapsan? E'lonlar bo'limida 10 mingtadan oshiq mashinasi bo'lib ketdi. Yangisi ham bor, minilgani ham bor. Sen pulni jo'nat bo'ldi. Men qachon qaytaman, dada? Sen Alo. Yana qotib qolyaptimi? Alo. Obbo. o'chirdimi? Qaytaman deydi. Menga bu buncha qaytishga qiziqadi. Nima poylayapsiz, kelin? Nima poylayapsiz? Bechora ham qiynalib ketdi. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim, Bu onaxon kim edi? bu xotining bola. Assalom. Zarami? O'g'lim, Rossiyada soqqani qilding. Endi farzandni qil bolam. Bechora yigit Rossiyadan pul topib keldi-yu, lekin normalniy zaqchani ham tortib keldi. Ana endi ayting siz, ular farzandli bo'la oladimi? Do'stlar, bugun O'zbekistonning eng boy biznesmenlaridan biri bilan intervyu qilamiz. Bobur Piradas akami yo Paradismi? Piradas. Piradas. Bobur Piradas, O'zbekistonlik milliarder. Nimaga Piradas? Yoshligimda shu o'rtoqlarim qarshi so'rab kelardi. Bermasam Bobur Piradas derdi, shu bilan men Piradas bo'lib ketdik. Boburga tushunishim bo'yicha oddiy odam emassiz, mashinalaringiz ko'p. Nechta mashinangiz bor o'zi? Endi bir akamizni ko'rsatibsiz, 39 ta mashinam bor debdi. Menda 78 ta bor. Men bu mashinada asosan endi semichka, non-pon, qurt-purtlarga chiqib turaman. Qolgan ishlarimni hal qilish uchun o'zimning shaxsiy samolyotim bor. Masalan, Chilonzordan Shotarostoygacha shaxsiy samolyotimda boraman. Shaxsiy samolyotingiz bor. Ha. Mana bu shlyapa Brunello Kuchinellimi yo Lorepianami? Qatdan buni sotib oldingiz bu? Birinchi marta ko'rishim. Nima degan brend, bilmayman. Menga sovg'a qilishdi. Buning ustida quyosh batareykasi joylashgan. Masalan, telefonlarning zaryadlarini o'zim orqali zaryad beraman. Bitta shaharda unaqasi. Bitta shaharda bitta. Bobur Piradas aka. So'kinmanga. Piradas. Tilim kelishmayapti. Piradas aka, qanday qilib siz millioner bo'ldingiz? Ukammisan, akammisan, borib bu savolingni borku, millioner akalaringga berasan, tushundingmi? Nimaga? Men milliarderman. Bobur aka, 1 million dollaringizni qanday ishlagansiz? Kamboja degan davlatni bilasizmi? Eshitganman, investitsiya kiritganmi sotga? Yo'q. Bitta akamiz kim Kamboja davlatini xaritani topib bersa 1 million beraman deganda, o'shanda men topib bergandim. 1 million bergan. So'mda. Elon Musk telefon qilyapsiz. Elon Musk. Jo'ra, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Sen ishlayapsanmi? Ishla, men dam olyapman. Ana Elon Musk aytayapti. Elon ota mahallada ekan, intervyu qila olmaysanmi? Qilaman, voy nima qilayman? Shu bilan qilma. Vahshiy maqtanchoq. Pulni beraman, qilma shu bilan. Yo'q, qila olmas ekan, jo'ra, vaqti yo'q ekan buni. Bobur aka, rahmat intervyu uchun. Vaqtimiz cheklangan, lekin Nima bu? Suv bilan salat. Reklamaga olmaganmisan bu yerni? yo'q, o'z mehmonga chaqirdingiz-ku. Maqalni sen intervyuga chaqiryapsan. Qancha bo'ldi? 32 mingmi suv bilan salat? Ha, aka. Skitka qilmaysizlarmi? O'zi 32 ming-ku. Yo'q, men to'lamayman. O'zing to'la. Yo'q, men to'lamayman. Nimaga to'lamaysan? Sen mantiqan o'ylab ko'r. Sen meni intervyuga chaqiryapsan. 32 ming to'la, meni hozircha pulim yo'q. Bobur aka, mehmon qilaman dedingiz-ku. Qanday men mehmon qilaman? Intervyuni sen aytding-ku qilaylik deb. Yo'q. Men to'lamayman. Xafa bo'lmang-yu, men ketdim. Aka, men to'layveraman. Aka, tinchlikmi? Latifjon, men bor o'zi 5 ming maydan chiqmaydimi? Chiqadi, nimaga? Onasining sanishdan puli ekan, chiqib keta olmayapman-da. Alloh aka, muammo yo'q. Kambojada bolalarga aytaman, kartinga tashlab yuboradi. Bo'ldi. To'xtab turing.
lekin haqiqatan ham piraraz bola ekansiz. Men boshida aytdim-ku, piradazmanman.